Xotin. O xotin. Hop, Choy olib kel. Choy damla. hozir. Assalomu alaykum, dadajonisi. Nima ko'ryapsiz? Choy damla. Sen aqli yetma, tushunmaysan. Nima? Choy bari boshqachada. Voy, yo, bismillah. Obbo. Yana uyquga ketdi. Xotinjon. Keldingizmi dadasi? Xuddi bir narsani tushunganda jurnal o'qib o'tiribsiz. Rasmlarni tomosha qilyapman-da, qarang. Sizga bu to'g'ri kelmaydi. Mana buni oling-da, beshikkaga ilib choy damlang. Boring. Choy damlang. Xudoyim. Xotin. Voy xotin. Xotin. Ha? O'zi. Choy olib kel. Damlamayman choy bugun. Tinchlik. Quyosh qaysi tomondan chiqdi? Axir men romantikani yaxshi ko'raman. Siz ham unaqa bir romantik bo'ling. Tavba, erkak ham shunaqa bo'ladimi? Romantik xohlaysizmi? Yaxshi, yaxshi. Ufq o'qiganmisan? U nima narsa? Ana Said Ahmadni romanida jimjitlikda o'qiganmisan? Yo'q, o'qimaganman. Ko'rding? Said Ahmadning jimjitlik romanini ham o'qimagansan. Yaxshi, senga oson bir savol beraman. Ana Xudoygul To'xtaboyevning Sariq devni minibni o'qiganmisan? Uni televizorda ko'rganman. Hoshimjonni o'qimagansan. Ko'rdingmi? Senda romantikani risi ham yo'q. Bor, choylarni. Faqat men aybdor ekanman-da. Romantik emish. Choy damla. Ana senga romantika.